Assalomu alaykum barchaga. MOK 21 testimizning yechimlarini boshlaymiz demak. Massasi 1 kg bo'lgan moddiy nuqtaning harakat qonuni berilgan. Impulsining 5 va 10 sekundlar orasidagi o'zgarishni aniqlang deyapti. Impuls o'zgarishini aniqlang degani uchun biz P 10 sekunddagi impulsidan 5 sekunddagi impulsini ayirishimiz kerak bo'ladi. 10 sekunddagi impulsdan 5 sekunddagi impulsini ayirish uchun m kara v10 ya'ni 10 sekunddagi tezligini massasiga ko'paytmasdan ayiramiz. Massasining demak nimaga? 5 sekunddagi tezligi ko'paytmasiga. Bu yerdan ikkalasidan ham massa 1 ga teng bo'lgani uchun massalarni yozib o'tirishimiz shart emas. Shunchaki v10 ya'ni 10 sekunddagi va 5 sekunddagi tezliklarning ayirmasi bo'lib qolar ekan. Endi 10 sekunddagi va 5 sekunddagi tezliklarni topishimiz kerak bo'ladi. Avval yo'l qonuniyatidan biz tezlik qonuniyatiga o'tib olishimiz kerak bo'ladi. S teng v0 t plus at kvadrat taqsim 2 dan yoki shunchaki bir marta hosila olaylik. Bir marta hosila oladigan bo'lsak, 4 tadan hosila 4 ni beradi. 2 ta kvadratdan hosila esa yana 4 tani beradi. Hosila oldik, ya'ni yo'l qonuniyatidan hosila oladigan bo'lsak, tezlik qonuniyati kelib chiqadi. 10 sekunddagi tezligini topishimiz uchun t ning o'rniga 10 ni qo'yamiz. Demak, 4 qo'shilgan 4 kara 10 40 ni beradi. Demak, bu 10 sekunddagi tezligi. Shundan ayiramiz. 5 sekunddagi tezligi, ya'ni t ning o'rniga 5 ni qo'yamiz. 4 qo'shilgan 4 kara 5 20. 44 dan 24 ni ayiradigan bo'lsak, 20 degan javob kelib chiqar ekan. Demak, bu A javobga to'g'ri keladi. 2. Jism oyda 20 metr balandlikdan qancha vaqtda tushadi? 20 metr balandlikdan tushish vaqti T teng ilzosti 2h taqsim j formuladan foydalanamiz. Demak, ilzostida 2 ko'paygan 20 taqsim 1,6. Va bu ilzosti 200 taqsim 9 Shu yerda 1,8 emas, j ni 1,6 deyilganligi uchun mana bu yerni 1,6 qilamiz. 1,6 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak esa 0,8 bo'ladi. Keyin 200 taqsim 8 deb olishimiz kerak bo'ladi. 200 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak 100 taqsim 4, 100 taqsim 4 bo'lsa 100 dan 10 chiqadi, 4 dan esa 2 chiqadi. 10 ni 2 ga bo'lsak, demak nima ekan? 5 sekundda tushar ekan. Zichligi 1200 bo'lgan modda suvda qanday tezlanish bilan cho'kadi? Suvda cho'kish tezlanishi A barobar ro suyuqlik minus ro jismning moduli taqsim ro jism ko'paytirilgan j. Xo'p, ro suyuqlikdan ro jismni ayirsak, suvda bo'lgani uchun 1000 dan 1200 ni ayirsak minus 200, moduldan 200 chiqadi. Jism zichligi 1200 ekan, ko'paygan j. 200 bilan 1200 qilsak maxrajda 6 qiladi. Demak, javobimiz nima bo'lar ekan? J taqsim 6 bo'lar ekan. Boshlang'ich tezliksiz harakat boshlagan jism 10 sekundda 72 tezlikka erishsa, u qanday masofani bosib o'tgan deyapti. 10 sekundda 72 tezlikka erishdi. E'tibor beramiz, tezlik qonuniyati demak 0 dan chiqib tezlanyapti. Tezlikning vaqtga bog'lanish grafikida bo'yalgan so'qqa yo'lni beradi. 72 km taqsim soat bu mana bu yerga nechini beradi? 20 metr taqsim sekundni beradi. Bu yer esa 10 sekund. Demak, mana bu katet 20, bu katet esa 10. Shuning 100 nimaga teng bo'ladi? 20 kara 10 200, yarmi esa 100. Demak, 20 kara 10 taqsim 2. Ya'ni 100 metr bo'lar ekan javob. 5-savolga o'tamiz. Rasmdagi jismlar to'qnashuvdan so'ng to'xtab qolishi uchun 8 kg massali jism tezligi necha metr taqsim sekund bo'lishi kerak deyilyapti. To'qnashuvdan so'ng to'xtab qolishi uchun sistemaning to'qnashuvdan oldingi impulsi ham 0 ga teng bo'lishi kerak. Buning tezligi qanaqadir v1 bo'ladigan bo'lsa, 8 kara v1 ayrilgan 20 kara 2 teng 0 ga. Ya'ni to'qnashuvdan avvalgi impuls to'qnashuvdan keyingi impulsga teng bo'lyapti. Umuman olganda m1 v1 teng m2 v2 deyishimiz ham mumkin bo'ladi.
Ya'ni 8 kere v1 teng 20 kere 2. M1 v1 teng M2 v2. Bu yerdan v1 ni topadigan bo'lsak, javob nech chiqar ekan? 5 chiqar ekan demak. Agar x jism massasi 10 kg bo'lsa, y jism massasi necha kilogramm deyapti. X jism demak 10 kg ekan. Y jismning massasini top deyapti. Bilamizki, mana bu yerda bosim kuchi, ya'ni pastga qanaqa kuch bosyapti deydigan bo'lsak, my minus mx bosyapti. My minus mx. Bu yerdan esa pastga mx bosyapti. Xo'p, shunda mana bu yerda e'tibor beramiz. Shu my minus mx emas, o'zi y minus x deb ketaylik. Y minus x ko'paytirilgan nechta katak? 4 ta katak. Mana kuch qo'yilgan nuqtadan aylanish nuqtagacha bo'lgan masofa 4 ta katak. Tenglashtiramiz. Mx ya'ni x ko'paytirilgan nechta katak? 2 ta katak. Shu yerda bizga x ni berilgan. X 10 deganligi uchun y minus 10 ko'paygan 2 teng 10. Ya'ni mana 2 qisqarib ketdi bu yerda. Shu yerda y'imiz chiqar ekan 15. Y'imiz 15 chiqar ekan. Ya'ni 6 A javobga to'g'ri kelib qolar ekan. Yettinchi misol, jism balandligi 0.5 metr va uzunligi 1 metr bo'lgan silliq qiya tekislikdan qanday tezlanish bilan tushadi? Demak, bizga aytayapti, balandligi 0.5 metr, uzunligi esa qancha deyapti? 1 metr deyapti. Bizga shunday qilib, silliq bo'lganligi uchun o'zi silliq bo'lgani uchun mana gorizontal tekisda turgan jism faqatgina pastga qaysi kuch tortadi uni? Mj sinus alfa tortadi. Orqaga hech narsa tortmaydimi? Yo'q, tortmaydi. Nima uchun? Chunki silliq deyilyapti. Shuning uchun jismga ta'sir etuvchi kuch faqatgina mj sinus alfa ekan. Shu mj sinus alfani o'zini ma ga tenglashtiramiz. Xo'p, bu yerdan kelib chiqadiki, a teng nima? J sinus alfa. J ni bilamiz 10 ga tengligini, savolda ham berilyapti 10 ga teng deb. Sinus alfa esa mana sinus alfa qarshisidagi kadetning gipotenziga nisbati, ya'ni 0.5 ni 1 ga bo'lsak, javobimiz 0.5 kelib chiqadi. 10 ni 0.5 ga ko'paytirsak esa javobimiz 5 metr taqsim sekund kvadrat kelib chiqar ekan. Ya'ni bu D javobga to'g'ri kelib qoladi. 8-misol, disk fitting 40 plus 50 ta minus 25 ta kvadrat tenglamaga ko'ra aylanma harakat qilmoqda. Disk to'xtaguncha necha marta aylanadi? Disk to'xtaguncha necha marta aylanadi demak. Avval to'xtashi uchun qancha vaqt ketishini hisoblab olamiz. Fitting, hozir bu yerda qonuniyat phenol plus omega t minus epsilon t kvadrat taqsim 2 ko'rinishda bo'lyapti. Biz shundan burchak tezlik qonuniyatini topib olamiz. Burchak tezlik qonuniyati esa omega teng nima? Omega 0 minus epsilon t. Shu yerda demak sonlar qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Omega barobar omega 0imiz necha? Mana 50. Ayrilgan epsilonimiz necha? Epsilonimiz 50. Epsilonimiz nima uchun 50? Chunki 50 ta 2 avazga yana 5 bo'ladi bu yerda. Shuning uchun epsilonimiz ham 50. 50 minus 50 ta qonuniyatiga ko'ra ro'y berayotgan ekan, shu aylanma harakatining burchak tezligi. Endi to'xtash vaqtini topishimiz uchun shuni 0 ga tenglashtiramiz. Shuni 0 ga tenglashtirganimizda demak to'xtash vaqti t teng 1 sekundligini bildik. Ya'ni 1 sekundda to'xtar ekan. Endi disk to'xtaguncha necha marta aylanadi deyilyapti. Necha marta aylanadi? Bu yerda phi ning o'rniga 2pi ko'paygan n ni qo'yishimiz kerak bo'ladi. 2pi ko'paygan n barobar omega 0 t minus epsilon t kvadrat taqsim 2 ga qo'yamiz. Phi 0 bizga qiziq emas, ya'ni boshlang'ich burilgan burchagi bizga umuman qiziq emas. Chunki phi barobar omega 0 t. Omega 0imiz bizda mana 50 edi. Demak, 50 ko'paygan 1 minus 25 kara 1 ning kvadrati 1 ayirsak 25 ekan demak javob. Endi bu yerda 2pi ko'paygan n 25 ga teng.
n nimaga teng? N teng 25 taqsim 2pi. Ya'ni 25 taqsim 6,28. 25 ni 6,28 ga bo'ladigan bo'lsak, necha kelib chiqadi? Buni taxminan 4 deyishimiz mumkin bo'ladi. 4. Demak, javobimiz 4 ekan. 9-misolga o'tamiz. Bir-biridan 40 sm masofada joylashgan ikkita po'lat sharning tortishish kuchini aniqlang deyapti. Sharlarning massasi va zichligi berilgan. Hop, F teng K q1 q2 taqsim r kvadratga qo'yamiz demak. Bu yerda zaryad haqida gapirilmagan ekan. Bu yerda demak ularning o'zaro gravitatsion tortishish kuchini topishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun F teng sigma m1 m2 taqsim r kvadratga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Sigma imiz 6,67 ko'paygan 10 darajasi -11 ga teng. M1imiz sharlarning massalari 16 kg dan bo'lganligi uchun M1imiz ham 16 ga teng, M2imiz ham 16 ga teng. Taqsim orasidagi masofa esa massa markazlar orasidagi masofa olinishini bilamiz. Xo'p, bu yerda bir-biridan 20 sm masofada joylashgan shu yerini demak test boshlaguncha tahrirlab qo'yamiz. Ya'ni bir-biridan 20 sm masofada emas, massa markazlar orasidagi masofa 20 sm deb ketamiz. Massa markazlar orasidagi masofa 20 sm bo'ladigan bo'lsa, 20 sm 0,2 metr 0,2 ning kvadrat 0,04 bo'ladi. Shu yerda demak 0,04 ni 4 kere 10 2 deymiz. 10 2 bilan 10 11 qisqarib 10 9 qoladi. Demak 6,67 ko'paygan 16 ko'paygan 16 taqsim 4 qisqarsa 6,67 ko'paygan 64. 6,67 ko'paygan 64imiz 426,88 ekan. Demak ko'paygan 427 deylik shuni. Endi buni 10 6 da so'rayotganligi uchun buni 3 bu yoqqa suradigan bo'lsak 0,427 mikronewton bo'lar ekan. Buni tahrirlab qo'yamiz demak. Endi massasi 500 gram bo'lgan futbol to'pi futbolchi oyog'iga 20 metr tam-sekund tezlik bilan urilib 10 metr tam-sekund tezlik bilan qaytgan bo'lsa va zarbaning davomiyligi 0,3 sekund bo'lsa, zarb kuchi topilsin deyapti. Bu yerda hozir 20 bilan urilib 10 bilan qaytyapti. Impuls o'zgarishi qanaqa bo'lar edi? V1 bilan urilib V2 bilan qaytadigan bo'lsa, impuls o'zgarishi m kara V1 plus m kara V2 bo'ladi. Buning sabablarini oldingi mo'qiyasimizda gaplashib o'tganmiz demak, adashmasam. Demak, shuni tenglashtiramiz F delta T ga. Shu yerdan nimani topishimiz kerak bo'ladi? Zarb kuchi, ya'ni F ni topishimiz kerak bo'ladi. Massa bir xil bo'lganligi uchun, ya'ni 500 gram bo'lgani uchun 500 gramni qavsni tashqariga chiqarib olamiz. 0,5 ko'paygan V1 plus V2. 20 ga 10 ni qo'shsak 30 teng bo'ladi F ko'paygan delta T. Delta T necha? 0,3. 0,3 bo'ladigan bo'lsa 0,5 kira 30 15, 15 ni 0,3 ga bo'lsak 150 taqsim 3. Ya'ni 50 degan javob bo'lar ekan. Teng miqdordagi azot va kislorod gazlari ballonga qamalgan. Agar azot gazining bosimi P ga teng bo'lsa, ballondagi umumiy bosim toping. Ballondagi umumiy bosim har bir gaz molekullarining bosimlari yig'indisiga teng bo'ladi, P1 plus P2 ga. Ammo miqdorlari teng deyapti bu yerda. Miqdorlari teng bo'lgani uchun o'zi P1 V teng nu R T, endi bitta gaz bo'lgan, bitta ballon bo'lgani uchun temperaturalar ham teng, nular ham teng, R'lar ham teng, V'lar ham teng, demak P'lar ham teng bo'ladi. Azot gazining bosimi P ga teng bo'lsa, ballondagi umumiy bosim P plus P, demak javob 2P ga teng bo'ladi. Absolut deformatsiyasi 8 mm bo'lgan prujinaning nisbiy deformatsiyasi 0,2% bo'lsa, uning dastlabki uzunligini toping deyapti. Demak 0,2% bo'ladigan bo'lsa, 0,2 barobar delta L 8 mm bo'ladigan bo'lsa, 8 mmimiz 0,008 metr. Delta L taqsim L0 ko'paygan 100%. Shu yerda demak L0imiz teng bo'ladi
100 ni bunga ko'paytiraversak 0,8. 0,8 ni 0,2 ga bo'lsak javobimiz 4 kelib chiqar ekan. Demak, javob 4 bo'lar ekan. Mexanik kuchlanish yuzasi bo'lgan jismga ta'sir etuvchi kuchni toping deyapti. Sigma teng F taqsim S dan F ni topishimiz kerak bo'ladi. F teng sigma ko'paygan. Sigmamiz demak 2 kira 18. Yuzamiz esa 1,5 mm kvadrat. 3 taqsim 2 kira 10 ustun minus 6 ni beradi. Demak, bu 300 newton bo'lar ekan. Yerdagi tajribada suv kaplar nay bo'ylab 1,2 cm balandlikka ko'tarildi. Bu tajriba oyda o'tkazilsa, kaplardagi suvning sathi qanday balandlikka ko'tarilar edi? E'tibor beramiz. H teng 2 sigma taqsim rho j r formulaga ko'ra H bizaga berilgan. 2 sigma taqsim rho j r. Endi bu yer uchun, ya'ni men bu yer nechaga teng? J yerimiz 10 ga teng. Shuning uchun j ning o'rniga keling 10 ni qo'yib ketamiz. Endi esa shu demak bu tajriba oyda o'tkazilsa, qanaqadir x barobar 2 sigma taqsim rho ko'paygan. J ning o'rniga nechini qo'yamiz? 5 taqsim 3 ni. 3 esa qayerga chiqib ketadi? Tepaga chiqib ketadi. 3 tepaga chiqarib oldik. Rho j r. Ikkalasini bo'laveradigan bo'lsak 1,2 taqsim x'imiz teng bo'ladi. 2 sigmalar qisqarib ketadi. Rho r'lar ham qisqarib ketadi. Bu yerda 5 tepaga chiqadi, 10 esa pastga tushadi. Ya'ni 5 taqsim 10 kira 3 30 ni beradi. Shu yerdan x ni topadigan bo'lsak, xo'p. 36 taqsim 5. 36 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak 7,2 ni beradi. Ya'ni bu A javobga to'g'ri kelib qoladi. 15-savolda kerosinga tushirilgan kapillar nechadagi kerosin 6 cm balandlikka ko'tariladi. Shu necha suvga tushirilganda uning ko'tarilish balandligi qanday bo'lar edi? Demak, kerosinda 6 cm ko'tarilgan bo'lsa 6 barobar 2 ko'paygan sigmasini chekin kerosinniki 24 ekan. 2 sigma taqsim rosi necha ekan? Rosi 8 ekan. 2 sigma taqsim ro j r. Suvga tushirilganda uning ko'tarilish balandligi qancha bo'lar edi? X barobar 2 ko'paygan sigmamizni 72 debdi. 2 sigma taqsim ro j r. Ikkalasini yana nisbatlayveramiz. Nisbatlayveradigan bo'lsak 6 taqsim x teng bo'ladi. Ikkilar qisqarib ketadi, j lar qisqarib ketadi. Demak, 1000 tepaga chiqadi, 8 esa pastga tushadi, to'g'rimi? 24 ko'paygan 1000 taqsim 8 ko'paygan 72. Xo'p, 1000 ning 2 ta noli bilan 8 ning 2 ta noli qisqarib ketadi. Bu yerda 10 qolyapti. Demak, 6 bilan 29 qisqa bu yerda 4 qoladi. 4 bilan 72 qisqarsa bu yerda necha qoladi? Ya 4 bilan 8 qisqartirdik. 4 bilan 8 qisqarsa bu yerda 2 qolar ekan, 2. Demak, x'imiz teng bo'lyapti bu yerda 144 taqsim 10 ga, ya'ni 14,4 degan javob bo'lishi kerak. Ya'ni bu A javobga to'g'ri kelib qolar ekan. 16-savolimizda A va B nuqtaviy zaryadlar berilgan. B zaryadga ta'sir etuvchi kulon kuchining yo'nalishini aniqlang deyapti. B zaryadga ta'sir etuvchi kulon kuchi musbat manfiy nima qiladi? Tortadi. Bu manfiy ham musbatni bir-biriga tortadi. B zaryadga ta'sir etuvchi kulon kuchining yo'nalishi demak B javobga to'g'ri kelib qolar ekan. Birinchi nuqtaviy zaryad 2i, ikkinchisi esa 8i. Ular ta'sirlashganda qaysi biriga kattaroq kulon kuchi ta'sir etadi deyapti.
Ular demak ta'sirlashuv kuchini formulasi bor. F teng K q1 q2 taqsim R kvadrat. Nyutonning 3-qonuniga ko'ra 5i zaryad, ya'ni mana bu q1 zaryad va q2 zaryad bir-birini F kuch bilan tortadi. q2 ham q1 ni F kuch bilan tortadi. q1 ham q2 ni F kuch bilan, ya'ni bir xil kuchlar bilan tortishadi. Ya'ni bu A javobga to'g'ri kelib qoladi. 18-savolda yig'ilgan elektr zanjirining umumiy sig'imini aniqlang deyapti. S1 12 ekan, S2 6 ekan, S3 3 ekan demak. S1imiz 12, S2imiz 6, S3imiz esa 3 ga teng. Xo'p, ketma-ket to'langanda demak umumiy sig'im S1 S2 taqsim S1 plus S2 formuladan topiladi. Shunday qilib umumiy sig'im 4 ga teng bo'lar ekan. Demak, yuqorining umumiy sig'imi 4, pastki esa 3. Parallellanganda esa umumiy sig'im shunchaki qo'shiladi. 4 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsak, 4 plus 3 necha bo'ladi? 7 ga teng bo'ladi. Demak, 7 degan javobni belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Nuqtaviy q zaryaddan 2 r masofadagi elektr maydon potensiali 3 V bo'lsa, zaryaddan 4 q masofadagi potensialni toping deyapti. Demak, 3 V tengigan K ko'paygan q taqsim nimaga? 2 r ga, ya'ni q zaryaddan 2 r masofadagi potensial 3 V ga teng. Bo'lsa, shu yerdan demak K taqsim rni topamiz. 2 bu yoqqa yuqoriga chiqsa nima bo'ladi? 6 V bo'ladi. K taqsim r 6 V ga tengligini bildik. Endi zaryaddan 4 r masofadagi deyapti. Zaryaddan, ya'ni K q taqsim nima? 4 r masofada. K taqsim 4 r. Bu demak K taqsim rni 4 ga bo'lganimiz bo'ladi, ya'ni 6 V ni bo'lamiz 4 ga. 6 V ni 4 ga bo'lsak, bu 3 V taqsim 2 degan javobga to'g'ri kelib qolar ekan. Katta q va kichkina q zaryadlar orasidagi masofa dastlab 10 cm edi. Bu masofani 5 cm gacha qisqartirish uchun 0.6 millijoule ish bajarilgan bo'lsa, yana 3 cm ga qisqartirish uchun qanday ish bajarilishi kerak bo'ladi? Demak, 0.8 millijoule ish bajarilgan. Bu nima uchun bajarilgan? Katta q va kichkina q zaryadlar orasidagi masofani 10 cm dan 5 cm gacha qisqartirish uchun. Ya'ni ular orasidagi masofa 10 cm bo'lgan payt potensial energiyasi bunga teng edi, keyin esa potensial energiyasi bunga teng bo'ldi. Ish bu energiyalar farqi, ya'ni jismning sistemaning energiyasini oshirish bilan ish bajarilyapti. Jismlar sistemasining demak o'zaro potensial energiyasini oshirish evaziga ish bajarilyapti. Shu holatda demak buni qisqartirib hozir K kira katta q taqsim kichkina qni topishimiz kerak bo'ladi. Ikkilasiga mahraj beramiz. Bunga 2 tadan beradigan bo'lsak, 2 tadan bersak, keyin K katta q kichkina q taqsim 10 imiz o'zi demak 0.8 ga teng ekan. Bu degani 8 teng ekan K kira katta q kichkina q taqsim. Mana bu 10 bu yoqqa yuqoriga chiqadi, o'shaning uchun 8 tenglashtiryapmiz. K kira katta q ko'paygan kichkina q ga. Yana 3 cm ga qisqartirish uchun deyapti. Ya'ni o'zi qancha bo'lib turibdi hozir? 5 cm bo'lib turibdi. 5 cm bo'lib turgan bo'lsa, endi qanaqadir A barobar K ko'paygan katta q kichkina q taqsim 3 dan ayiramiz. K kira katta q kichkina q taqsim 5 ni. Ikkilasiga mahraj beramiz. Bunga 5 tadan, bunga 3 dan beramiz. Shunda 2 K katta q kichkina q taqsim 15 bo'lar ekan. Katta q kichkina q ko'paygan kamiz 8 ga teng bo'lgani uchun 8 kira 2 16, 16 ni demak 15 ga bo'lsak 16 taqsim 15. 16 taqsim 15 millijoule, ya'ni bu D javobga to'g'ri kelib qolar ekan.